To'xta bolam. Menga qilgan yaxshiliging uchun bu senga. Buni nima qilaman? Buni ichgan odam faqat rost gapiradi. O'rtoq, yaxshimisan? Nima bu? Shoshilma. Ha? Ayyo, Buni ichgan odam faqat rost gapiradi. men bilan nima uchun o'rtoqsan? Nimaga bo'lardi? Sostoyaniying yaxshi. Yoningda yurib, uy-joy, mashinali bo'lsam, basharingga tupurib ketaman. Yaxshi. Tushundim. Charchamadingizmi? Rahmat. Hozir 1 minut. Alo, assalomu alaykum ona, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanaqa? Yaxshimisiz? Olarda. Yo'q, nega? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Nima haqida gapiryaptilar? Menga nima uchun turmushga chiqmoqchisan? Menga qolsa, sizga umuman erga tegmas edim. O'zi yaxshi ko'rgan yigitim bor edi. Ota-onam sizni boyligingizga o'tishdi. Unda o'ylab qarasam, to'g'ri aytishayotgan ekan. Men ham rozi bo'lib qo'ya qoldim. Tushunarli. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda qayoqlarda yuribsan? Onam xavotir oladi ham demaysan. Telefon qilsa ko'tarmaysan telefoningni. Qanaqa bo'lasan o'zsan? Telefonga qarashga vaqtim bo'lmadi ona. Настроением ham yo'q, ishlarim вообще ko'payib ketdi. O'zingiz charchamayapsizmi? Nima bo'ldi bolam? Tinchlikmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Ishlaring joyidami? Ha, bo'ladi. Ha, nimaga indamaysan? Gapirishga qo'rqib qoldim ona. Bu hayotda insonlar bir-biridan manfaat ko'zlab yashirkan. Sizgacha nima qilib bera olaman? Nima kerak ona? Bolam-a, sendan menga hech narsa kerak emas. Sog' bo'lib yonimda yurganingni o'zi men uchun eng katta baxt. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerak.